Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Ademaster Cherry Qarshi avtosalonidan Tiggo 2 Pro avtomobilining obzorini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Ko'rib turgan Tiggo 2 Pro avtomobilingizda 1 lik turbina ekonomik motor, 102 ta o't kuchi va 3 porshili sepli motor hisoblanadi. Rasxodlari uncha-muncha mashinadagi rasxodlarga teng kelmaydigan 6 litr shahar ichida 4 litr dalniga rasxod qiladi. Salonlarning ichini ham ko'ruvchisingiz bo'ladi. Salonlarning ichi polni kojadan ishlangan multimedia rul deysizmi? Cruise control, multimedia control, start stop. 9 dyumli monitor lyuklarigacha bor avtomobilimizda. Emal ko'ruvchingiz bo'ladi. Orqa sedenalari, eshik apshipga, podstakanchiklarigacha polni kojadan ishlangan. Disk объемlar, balon объемlarini ko'rishingiz mumkin. Polni saka diska formatda 52-17 lik saka diska balon bo'ladi. Hadovoy jihatlari bo'ladigan bo'lsa, hadovoychasida McPherson hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin splashnoy zadniy stoplari, orqa zadniy kameralari va 420 объемga ega bagaj hajmimiz. Bu yerda zapaska balonlari, kuzovlari ham ancha qalin. Mashinada orqalarda ko'rishingiz mumkin, orqa parktronik datchiklarigacha bor. Mashinamiz hozirgi kunda 214 san narxida va ayni damda naqd va avtokredit yo'nalishida xarid qiladigan mijozlarimiz uchun 174 san narxida ham qo'yib qo'yganmiz. Bemalol avtosalonga tashrif berib 30% boshlanish to'lovi bilan 1 yildan 4 yilgacha yoki da bo'lmasa 5 yilgacha bo'lgan muddat oralig'ida foizsiz bo'lib to'lashga ham xarid qilishingiz mumkin. Avtokreditga keladigan bo'lsa 30% yoki da 25% boshlanish to'lovi bilan bemalol bir kunning o'zida 174 san narxida xarid qila olishingiz mumkin. Ya'ni avtosalonga tashrif berib 60 bilan boshlanish to'lovi qilib 3 bilan 8, ya'ni kunlik to'lov 123 ming so'mdan xarid qilsangiz nimalar kiradi ichiga? Propanis, setkiz, kartrij, polikiz va bagaj polikizgacha qo'shib beramiz. Hammangizni Cherry Ademaster Qarshi avtosalonida kutib qolamiz. Sizlar bilan Tiggo 2 Pro obzorini olib borgan Asadbek.